O'zbekiston Respublikasi Madaniyat vazirligining 456-sonli buyrug'iga asosan maqom an'anasiga sodiq qolgan holda an'anaviy xonandalik yo'nalishi bo'yicha ajoyib tadbirga tashrif buyurganmiz. 2-sonli bolalar musiqa san'at maktabida an'anaviy xonandalik yo'nalishida mahorat darslarini o'tkazish belgilangan. Tadbirni ustozlarimizni taklifiga binoan ochiq deb e'lon qilamiz. Assalomu alaykum, xush kelibsiz, marhamat. Assalomu alaykum. Shogirdlarimiz ko'rib hammalardan xursand bo'lyapmiz. Aytmoqchimanki, bunaqangi tadbir juda foydasi katta ish bo'ladi. Mana shu musiqa maktabida tahsil olayotgan talabani 20 soat darsidan bitta mana shu tadbir afzal turadi. Chunki bu yerda juda ko'p narsani ko'radi, eshitadi va o'rganadi. Shuning uchun mana shunaqa tadbirlar ko'proq bo'lishi kerak. Mana shunaqa tadbirlarda bolalarning qirralari ochiladi. Endi hozir bugun 6 ta ijro bo'ldi. Shularga baholi qudrat ozgina o'zimizni fikrimizni bildiramiz. Endi bu fikr bildirish degani bu tanqid qilish yoki bir xato topish degani emas. Lekin o'zimizga shu eshittirgan, ko'ringan shu ayrim jihatlarini uqtirib o'tamiz. Ansambliga, qolaversa muassasamiz rahbarlariga, barchalariga minnatdorchiligimizni bildirib qolamiz. E'tiboringlar uchun rahmat. Keyingi yillar qadar sog' salomat bo'lasizlar. Rahmat.